Abdukerim ablamizning uzun yillik izlanishlarning mahsuli bo'lgan Seyit Nochi dastandin izinde. Qani hozirlangaysizlar. Rahmat. Seyit Nochi milodi 1890-yillar atrofida O'rta Osiyoga mashhur tarixiy shaharlardan biri bo'lgan Azizona Qashqarning To'man daryo bo'yida Ko'zchi Yorbeshi qo'ynida dunyoga kelgan. Keyin u yarkanlik mahir jonbaz Hoshim Gilovxo'yni o'ziga ustoz tutib, Shinxay inqilobining oldi keynida butun mamlakat bo'yicha Manchinga qarshi qurilgan Gilovxo'y tashkilotining Qashqardagi sho'basiga a'zo bo'lib kirdi. Va jonliq ish harakatlari bilan parxo'r amaldorlar, tiriktob boylar va mushtumzor to'ri baylarning advini berib, ularning ko'ziga mix bo'lib qadaldi. To'rt darvozaning ichi va teshidagi g'arib qo'rva, yetim yesir va ezilgan xalq uni o'ziga oshni bildi. Uning nomi har tarafga tarilib, Seyit Nochi, Seyit Gangung deb ataldi. Bisarxon! Qarisizlar? Ha, mana. Xapimay achirgan ag'ach kelsa bo'pti-ku. Chavaq terib kelib bir choy qaynatay. Bo'ldi, qapoq ustini ishlamag'ayli. Mana bu ishni berib olsa bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Kesla o'tasizlar. Bugün bu yerda otni petib qoladi faqat o'ylamabdimi. Sizlardan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, otni tortib hargiz chiqarammaydi. Safar deganda bunchalik peshkachilik bo'lib turdi. Aras. 5 gramlik tuqqanlarni olib so'salam ilib olgansizlar? Ha, ilib oldim. Sizlar Uchturpanda tug'ilgan. Qaynatam Kenjaxun taqchi 5 gramda tug'ilgan. Shunga 5 gram tuqqanlarjiq. Biz shah ko'ribla onam bilan enim Mahmatxonni ilib yo'qlab kelmasak sal turdi yaxshi. Ma'qul. Qo'saqlarımı açqandı, men xo'jindan azroq non bilan talqon etgilay. Bo'ldi. Birdan aramayla olib buni o'rnatgan bo'lamiz. Choyni bir danga tushgan ishamiz, ha? Ma'qul. Sizlar odatda bak xushxuy odamsizlar. Lekin bugun atigandan beri toza kayfiyatlari yaxshi emasdek ko'rdim. Mijozlar yo'qmi nima? Ha, yo'qay bir hafta so'mamdi mana. Ammo mendan ranjib qoldimmi ya? Sizlar ortiq o'ylab ketibsizlar, xotin. Kechidan sal tushunbizlik qopti. Shunga nemishqadir ko'nglimga bir g'ash kirib oldi. Qaraysiz qolgan o'xshamamdi. Qarg'isib qolganda qiladi. Tushimda tenim bilan beshim ayrim holatda tug'dik. Xudo o'zi omon qilsin. Biroz oyil uchirsa, sadiq berasdak bo'pti-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat turiblar. Sizlar. Alaykum assalom. Voy! Bu cho'l jaziraga o'zlari yolg'iz chiqib qoldi-ku. Uyim o'sha tarafda. Tuzchilik bilan jahondochilik qilaman. Tuz ko'lig'ida chiqib edim. Yiroqdan qaranglarni ko'rib, salomlashib o'tay deb kelishyapman. Rahmat. Xo'sh. Sapringlar qayoqqa ballarim? Uchturpandan Qashqarga ketyapmiz. Bir tijorat bilanmi yoki? Yo'qay. Bir necha yildan beri Rus ellarda sayli sayohat o'tdim. Xo'sh. Undan keyin Uchturpanda bir mezgil turib qoldim. Ondan to'y qildim. Shunga jahonning aldirashligini tashlab, Qashqardagi onamni, enim Mahmatxonni, ham al-og'ini do'st birodarlarimni yo'qlagach, yurtim Qashqarga ketyapman. Qo'yim qutlug' safarga otilibsizlar bolarim. Hoy. Shunda qarasam, chehringizdan nur, bo'y bastingizdan palvonlarga salobatni ko'ryapman. Ism sharfingiz nima ekan? Ismim Sitaxun. Sitaxun. Qashqarlik Sitaxun. Mening ko'z oldimdagi bu yigit yavaşla ani tapmay, yamonning taylidan yanmay, xalqning qayoshi bo'lgan, davrimizga mashhur, yigoni palvon,
Sitgangung emas to. Yo'q, sal ashirib aytla. Ish qilib xatolashmagandim ha? To'g'ri topdilar bova. Yo'ldishim dal sizga gapini qilayotgan Sitgangung bo'ldi. Xotin, Barakallah. Barakallah oğlum. Xudo ömürlerini ziyade qilsin. Nam şereflerini köp anlagadım. Bugün öz gözüm bilen görüşkü müyesser boptu men. Ha yürünglar. Ha uyum yirak emas. Sizdek bir palvonning qadimiyatga bu joyni ulug'lab, bir qo'yning kallasini kesek. Yürünglar. rahmat bova. Biz ixtiyoran mangan bo'lsak. Qizim, bir Rahmat bova. Bo'lsa ko'ngillarni qo'plik qilsa bo'ladi. Yanımda Üçtürpan ambulının Qashqa tetiği gizbergen ciddi bir ma'lumoti bo'lg'achqa, ko'p ayol bo'lsam hukumat chiqib ta'sir etkizgan bo'lib qolaman. bir Uning ustiga yo'lda u maktubni yo'qitib qo'yib, ko'p hayol bo'lib ketdik. Yana kelib, ot ketib qolib, ko'p jafo tortib ketdik bova. Yaxshi ko'ngillari bizga tegil bo'ldi. Alloh nasib qilsa, yana bir qadimliq safarimizni ko'rishamiz bova. Rahmat. at betib qoldi, maktub yetib ketdi desizlar. Balam, bu ko'nglimdan bir gumon kechdi. Nima gumon? Xalq silni yaxshi ko'radi. Lekin ombol g'ujamlarning silni yaxshi ko'rib ketishiga toza ishonmayman. Uning ustiga maktubning yo'qolib ketishi bir bishoratmi qandaq? Bunda odamni qo'rqatmasilchi bova. Uning ustiga bu odam kechirin bir yomon tush ko'rib qoldim deb ko'nglimni g'ach qilib qo'ydi. İşkallah artık gumanlık git barısla. Ben Üçtürpan ambuli bilen Kur'an tutup el ağını olan dostlarım olumuz. Sizlerin bu gumanınla yaxşılar kılan töhmetin başka narsa emas. Balam, adamning ichida adam var. Başkaları ziyade işinip ketiş insanı mag'lubiyatga başlaydı. Men sizlardan ansirab, sizlarga yaxshi bo'lsin deb shundoq da'vatimga balam. Mesela o ambaldarın alırdı vay diyen bilen Kendilerden sizge adavet yüreğimdeki de oylayman. Çünkü sizler ne çıkıtım ambaldarılar çıkan epiyin xana, kımahallarını urup çıkıp, ularına sizlerine tutkul kelgen çireklerinin edibini verip, taskandılar çok kapılık dergili. Balam, mektubning mazmunidan xabardormisiz? Mektupta benim Üçtürpan'daki meşgullik vazifemni Qashqarga o'tkazibmiz. Onundan başka yana hükümet işine dair muhim mazmunlar varmış. Amba hocamlarning tili bilan dili birdek bo'lmishchu. Şan şöhret, mal dünya tepilidi. Vicdan azabı insanni qiynaydi o balam. Sizlar tekçi gumanlı otamdılar. Balam, en yaxshi mektubni echib qarab baqqanlar tuzuk. Navodi mektubda xalqqa ziyon selish to'g'riliq bir animil yozilgan bo'lsa, oq ko'ngil xalqning vaboli qammamdilar o'g'lim. Amanetki hıyanet namert işidir. Falaketinin amırgı kokkan kişidir. Hayatımda namertlik kıgan emesmen. Canlı altın kümüşke satkan emesmen. Kelse ecel navada canlı aladır. Sula kitip asıda taşla kaladır. Kaşkarımda yaren köp, yalğız emesmen. Kim kısla yamanlık, Adem demesmen. Balam. Boptu. Niyetiniz mertlik, sadakat bilen. Amin. Sizge ak yol bolsun. Xeyim xatar, yaman söz. Qarı kunlar sizlardan yiroq tursin balam. Allahu ekber. Rahmat. Sizlar aman bo'lsa bu. Aman bo'lsinlar balam. Sitaxon.
Titey janoblarga ma'lum bo'lg'ay. Ha, so'zla. Quloq. Titey janoblarga ma'lum bo'lg'ayki, Qashqar yigitlarining mo'jlardan biri bo'lgan Sidkongong o'zlariga 3 turpan ambulining maktubini ilib kelibdi janoblari. Nemachi maqtab ketsin ha? Ikkilarning ko'ngillari bir xil yaqin bo'lgandan keyin hayajonlanib qolibdi. Apu qilg'aylar. Anglasam o bu shaharga akşam yetib ketgan-ku. To'g'ri. Akşam yetib kelgan ras. Akşam kelib, apsi bilan bir kecha mungdishibdimish. Undan keyin etka, o'rdalda ko'z javish qatorliq joylarda do'stlar bilan paranglashibdimish. Ha? Lekin ularning nimada paranglashganligi to'g'riliq aniq ma'lumot yo'q. Deganlarim ham ras. Lekin keyiniga odam sep qo'ydim. Ha. Bizi qana sirtda saqlab turyapti. chaqir. Quloq. Sen loch kirgay! Assalomu alaykum. Titey brother. Vale. Oy! Oy gaygung brother. Qanday? Yaxshimi? Oy seni günü bekle hoş oldum canjigar dostum. Ha, o'zimcha yaxshi turibsan. Ha, yaxshi. Nihoyat yaxshi. Ha, rost. O'g'lisam, Ishturpanda chiliklarga mashg'ul bo'libsan. Ha. Ishturpan qori shaharlarda askarlarning adibini beribsan. Anlab senden nait hoş oldum Gangung brother. Yanımda Iştırpan ambuldan sana ismegen ciddi mektubu vardı. Ha? Şunu sana verip koşum havalı kal. Oy Gangung brother. Köp riyazet çıksa. Baldı tekerlep konma sen bile mi özledim dursa? Kilişindin hayat tapkan bolsam aldığın üzemde çıkmam tem. Baldı. Kene, nemi hoş haberler bakın. Bir okup bakay ya. Qaraganda sen aldırış çok şeyse. Ben mangaç durayım. Ki yere bir görüşelim. Vay Allah Gangung brother. Sen nimeler hep keldin ha. Bu nimi kegülük bu. Jüttüremezsen bommandu. Köydüremezsen bommandu. Hey. Brother. Sana bir şey olmalandı. Hey. Ölümnamen ey dostum. Sen üzüm elip kelsen. Benim bu yüreğimge nadamet selip ketsem. Xat bilen mening bilsen köksümge pişak battı. Kanca kılımız Gangung acablı beşim kattı. Hey. Ben sana idim amrak. Öldüreysini kandak. Öldürmeyi desem Gangung. Hanım yarlığı şunda. Ey ambal, hükümdar sen. Tanlıkta turup kanma. Hanның aldıda asi, günahka bulup kanma. Şeriklerge et derhal, mıltıqıga oksasun. Muyduluzuga çıkıp, ayalsız cinim asun. Gangung brother'im, sen üzerinin ölümnameni etkersen. Bunda turuluk nimancık hatırcam cevap versen ha. Sen nimi degen ah gümül, nimi degen sadda. Hey! Cinayetim demek Vay tan Gangung brother, vay tan. Gel o katlaştı demdi o. Halkın yüzüge maylı kılıp aldı demdi o. İş kılıp ölümnameni geldik enik turuptu o brother. Gangung brother, bu işimiz obdan oynayışaylı. Obdan oynayışaylı. Karavlanı köpek ola, kat.
Sanat kısım. Allah. Hey, makagülük ne? Olta yaşımda külleşken başımda erzimni bayan eyle yar dost adaşımda erzimni bayan eyle yar dost adaşımda na ehle şu kemde iki adap halımda töhmet dokup üstümde erz kıp dadarında töhmet dokup üstümde erz kıp dadarında. Sitaqın aka, hoş xabar. Hoş. Sirtdagi do'stlarimiz sizga kelgan bu kelishmaslikdan xabar topib, sizga o'q otilgan chiraklarni setib olibdi. O'sha xabarni sizga yetkazib qo'yishimni topilgan edi. Demişsin. Vaqt kelganda chiraklar sizning o'lmaydigan yeringizga otadi ekan. Siz o'lgan bo'lib yetib oldi ekansiz. Undan keyin biz sizni qochirib o'tamiz. Kaçır ötümüz? Shuna. Kaçır ötümüz. Kıyışıp gitsiz. Melisiz noche önümde o keçip doğru yata koymasın mı? Dostlarımın konu tigil oldu. Eğer benim dostlarım, benim ölmeydiğin yerimde atılgan çiriklerini yalavagan bolsa, ben şu çiriklerini seti olay. Ulan benim del unutugan, del caygazsın. Sitaqın aka. Bizga artık vaqt yo'q Sitaqın aka. Vay kangın birader! Vay canciger dostum! O'limga vaqt qolmadi. Vay sen kangın biraderim! Esna, makilişmezlik ne? Kangın birader, ben köp oylaştım. Hesle ben seni kaçırı üteydigendim. Fakat amal bulmadı. Hanımın aldı da günahkar bop kalma. Emisi menden hergiz rencime canım dostum. Etmem. Hoş aman bol kaşkarlık. Can cigerler çukallah. Bugün cüme kulak sal. Söz kadrini ufkallah. Uruk tukkan cemaat. Bununla mendil razı. Meşergaz kürsemiz. Boğanda Huda kazı. Sitaqın ölüp ketdi. Tuproqqa kirib ketdi. Bu olam musibatdan yurakka xun to'lib ketdi. Sitaqın Seyit Gangong jinidan judo bo'ldi. Azizoni Qashqarning shunqori ado bo'ldi.